Yangilikni eshitdingizmi? O'zbekistondagi yana bir obyekt Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Poytaxtimizda joylashgan va deyarli 8 yil mobaynida qurib bitkazilgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi eng yirik Islom sivilizatsiyasi muzeyi nominatsiyasi bo'yicha rasman Ginnes rekordlar kitobidan joy oldi. Taqdirlash marosimida Ginnes rekordlarini tahlil qiluvchi vakillar ham ishtirok etib, markaz xalqaro mezon va standartlarga to'liq javob berishini ta'kidlashdi. Ushbu majmua O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan barpo etilgan. Hazrati Imom majmuasi hududida joylashgan markaz 10 gektar maydonni egallaydi. Bino uzunligi 161 metr, kengligi 118 metr, gumbaz balandligi 65 metr, ichki maydoni esa qariyb 50 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Bu yerda qadimiy qo'lyozmalar, arxeologik topilmalar va islom san'atiga oid 2000 dan ortiq eksponat joy olgan. Shuningdek, markazda 100 mingdan ortiq nodir qo'lyozma va tosh bosma kitoblar jamlangan ulkan kutubxona faoliyat yuritadi. 7-asrga oid kiyik terisiga bitilgan mashhur Usmon mushafi Toshkent Qur'oni bunga yorqin misol. Bu muqaddas qo'lyozma maxsus kapsulada binoning qoq markazidagi muhtasham zalda saqlanadi. Shu ko'rsatkichlar va konseptual yondashuv uning jahon rekordiga asos bo'ldi. Shuningdek, markaz muzeyi Turkiy dunyoning eng yaxshi muzeyi sifatida ham e'tirof etilgan. Jamiyat hayotiga oid eng so'nggi yangiliklarni Milliy tiklanishning rasmiy sahifalarida kuzatib boring.